Hurmatli abonentlarimiz, hammaga assalomu alaykum. Primo Ege'dan 2015-yilda ishlab chiqarilgan ideal innovatsion avtomat korobka Gentra sotib olgan. Shu mashinani men sizlarga bir qator ko'rsatib o'taman. Mashinaning durishini qaranglar. Tipa bir 22 yo 23-yil Gentralarning vidini beradi. Mashina shu darajada akkuratni haydalib, bir yerini kirishmay, bir yerini dosh-bosh attirmay. 120 ming probeg yurgan kraskasi toza, metan gaz balonlari bor, 4 ta yumshoq balon o'rnatilgan, o'zini diskasida 906 mejikarlari bor. Plus shumkalar ham bo'lgan. Salonning holatini ko'rsangiz bo'ladi. Rolla qo'yilgan, salon holatlari заводской stok holatda, no akkuratni turibdi. Mashinaning bahosini 105 million so'mdan ozroq kelishtirib beraman deb turibdilar. Video pastda nomerlarni qo'yaman, bog'lanib, baho topsamakida kelinglar. Men sizlarga mashina egasini chaqirib beraman. Primo egalari bilan o'zlaringiz savdo-atib gaplashib olsangizlar bo'ladi. Avtokreditda lekin kamida yarı puli bilan, ya'ni 45-50 million so'mdan chiqadi. Qiziqarli video pastda nomerlarni qoldirib qo'yaman, bog'lanib kelaverasizlar.